Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo biz bandalarga bergan ne'matlar juda ham ko'pdir. Bu ne'matlarni bizlar sanab adoga yeta olmaymiz. O'sha ne'matlardan eng ulug'laridan biri, eng kerakli bo'ladigan ne'matlardan biri bu suv ne'mati hisoblanadi. Suv bu obi hayot deyiladi. Dar haqiqat bu suvsiz biz hayotimizda hech ham tasavvur qila olmaymiz. Alloh taolo biz bandalariga ana shu suv ne'matini har kunda, har soatda kerak bo'ladigan ulug' ne'matni yetkazib, uni shukrini ado qilishga chaqiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astaizu billah. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Inson o'z taomiga nazar solsin. Albatta biz suvni yog'dirib qo'ydik deydi Alloh taolo. Ya'ni inson oldiga keladigan taom bo'ladimi, boshqa ozuqa bo'ladimi, nimaiki narsa bo'lsa, avvalambor o'sha oldiga kelgan Allohning ne'matiga ibrat nazari bilan bir boqishligini aytadi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda Alloh taborak va taolo va ma anzalna minas samai ma'an biqadar deb marhamat qiladi. Ya'ni biz suvni o'lchov bilan tushirib qo'ydik deydi. Hisobi bilan tushirib qo'ydik deydi Alloh taolo. Va askanna fil ard va yerda uni har bir tomchisigacha hatto Alloh taolo uni o'lchovi bilan tushirganligini aytadi. Ya'ni yer yuziga Alloh taolo biz yaratilmish insonlar va boshqa hayvonot olamiga kerak bo'ladigan har bir suvni o'lchovi bilan tushirgan ekanmi? Albatta buni hisobi bor. Buni ertaga ne'matni shukrini ado qilishligimiz lozim bo'lar ekan. Muhtaram yurtboshimiz Surxondaryo vohasiga, ya'ni vohamizga tashrifi chog'larida mana shu suv ta'minotini butun voha aholisiga yetkazib berish bo'yicha ko'rsatma bergan vaqtlarida ana shu suv muammosi, butun dunyoda bo'layotgan suv muammosi haqida to'xtalib bir shiorni aytgan edilar. Ya'ni suv tekin emas. Albatta suvni o'zini miqdori bor, o'zini javobi bor. Shuning uchun biz foydalanayotgan har bir suv ne'matini shukrini bajo qilishligimiz kerak va foyda iste'mol qilgan suvlarimizni to'lovlarini qilishligimiz kerak. Chunki bu tekinga kelayotgan yo'q. Har bir ichayotgan suvimiz bo'ladimi, isrof qilmasdan va iste'mol qilgan suvlarimizni to'lovlarini to'lab qo'yishligimiz kerak. Taassufki oramizda ba'zi insonlar bor, mana shu ne'matni qadriga yetmasdan, iste'mol qilayotgan suvlarni pulni bermasdan, ana shunday qarzdor bo'lib yurgan insonlar ham yo'q emas. Biz tejasak, buni kelajak avlodimiz, farzandlarimiz va butun kelajakka bir foyda keltirgan bo'lamiz. Aksincha buni isrof qilib, faqat o'zimizni o'ylaydigan bo'lsak, bu kelajakka ham, o'zimizga ham hatto zarar qilgan hisoblanamiz. Alloh taolo har bir ne'matlariga shukr qiluvchi bandalardan bo'lishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.